Assalomu alaykum qarindoshlar. Paysaندىن ئاساس yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 39 qismlik darsimiz. Bu qismimizda obyekt yüzləngen program tilining davomini so'zlaymiz. Ya'ni eng oxirgisi biz so'zlamoqchi bo'lgan polymorfizm to'g'risida. Bu poly degan gap ko'p degan gap, morfizm, morf degan qanday shakl. Polymorfizm degan ko'p xil shakli degan gap. Mesela ben bir class kuray. Car. My car deb bunu print qilsak, mushlik print my car chiqdi shundaqmi? Qarasangiz birlam parametrlashtirildi. Endi mush printni yana my car 5 true desakchu yana o'xshashlik print qildi. Qanchalik parametr kirgizsak o'xshash chiqaveradi. Bu ne? Ya'ni bu bir eng oddiy polymorfizm bo'ldi, o'xshash har xil shakli degan gap. Buni overloading bilan ishga oshirdi. Bu overloading degan nima deganda, ism o'xshash, lekin parametr o'xshamaydi. Buni overloading deymiz. Endi masalan bu polymorfizm degan hukmni nima ishlatamiz desak, biz o'xshash olmagan masalan bir class qurib olsak, har xil shaklda ishlata olamiz. Masalan, men mana o'rniga French day mesela French Fransızca class number'ını kuray. Adette salamni Fransızcadan indi salam qildi desek, bonjour. Shunaqa fransuzchada. Endi men yana bir class quray. Masalan, Uyg'ur. Tirnoq ichkina tutdimi? Classda tirnoq ochmaymiz. Uyg'urcha salomni-chu? Masalan, yaxshimisiz deb alamda tinchlikmi dey. Tinchlikmi. Masalan, Japanese deyli. Bu qanday salom qildi? Konnichiwa. Endi boshqa bir class number'ni quray. Ya'ni tonishtirish deb. Tonishtirish. Bunga men faqat chaqirmay, shunga pass qilib qo'ysam bo'ldi. Bir ma'sad qilsam, masalan, salom ber deyli. Bu ma'sadning ismini. Buni parametrlashtirib, bir odamning inson yoki ism degandekchu. Nima bo'lsa bo'lardi? Parametrlashtirsak, inson qanday salom. Hamma klassning qanday salom qildik. Endi qanday qilmaydiganda men bu yerda obyekt qurmar bir masalan fransuz tiliniki Napoleon deyli. Napoleon. Mana Uyg'urcha yozib qo'ydim. Balkim fransuzcha yozmaslik mumkin. French. Uyg'urchaga Uyg'urjan deb qo'yay.
Uyg'ur. Yaponchaga masalan bir odamning ismi Sanxilo deychi. Sanxilo Japanese. Ham buni chaqirsak, ya'ni salom ber degan mush maqsad bo'yicha chaqirsak qanda, har o'xshamaydi hozir. O'xshamagan bir fransuzcha, uyg'urcha, Japanese o'xshash maqsadga o'xshamaganni qanda har xil shaklda chaqirgan bo'ldi. Masalan, Napoleon odat salom bersin deb salom berdi. Uyg'urjancha, Uyg'urjan. Sanxilo. Sanxilo buni yurgizsak. Mana bonjour, tinchlikmi, konnichiwa deb salom beradi. Bir o'xshash maqsadni o'xshamagan shakl yana klassni qurilib, French, Uyg'ur, Japanese deb chaqirdik, o'xshamagan salom berdi. Buni polymorfizm deymiz. Bugungi darsimiz shuncha. Bizning obyekt yüzləngen OOP hukmları məşğullarına axırlaşdı. Köprək məşq qıpırınlar.